Ko'kka ketgan qiz, chamadonida orzular, telefonida ona yeri, rasmida kulgan tonglar. Nozima uchib ketdi, qaytmadi ortga, begona ko'chalarda qoldi yolg'iz, yolg'iz. Qayerda davlat, kim eshitadi dodimiz, ismini duoda aytib yig'laydi yurtimiz. Soat to'xtab qolgandek, xabarlarda sovuq satr, baxtsiz hodisa deyishar, ko'zlarida esa qat'iy qatar. Nozima uchib ketdi, qaytmadi ortga, begona ko'chalarda qoldi yolg'iz, yolg'iz. Qayerda davlat, kim eshitadi dodimiz, ismini duoda aytib yig'laydi yurtimiz. Ismini yozamiz devorlarga, yurakda bitmaydigan maktub. Qizlarimiz qaytsin sog' omon deb titraydi har bir ovoz, har bir qutuq. Nozima uchib ketdi, qaytmadi ortga, begona ko'chalarda qoldi yolg'iz, yolg'iz. Qayerda davlat, javob bering odamlar. Nozima uchun bugun so'raydi butun diyorlar. Nozimani onasi Feruz opani Koreyada ichkariga olib kirib ketishib 4 soat davomida tergov qilishgan. Давайте подробно tushuntirib beraman. Feruz opani vizasi 3-4 kun oldin chiqqan edi. Faqat hech kimga aytilmayotgani sababi juda ham ko'pchilik insonlar tomonidan Feruz opani bloger Avaz bilan ko'rishtirib qo'yishga, gaplashtirib qo'yishga harakatlar bo'ldi. Agar bular ko'rishganda edi, katta ehtimol bilan bloger Avaz tomonidan u roza bo'lib yoki pul beraman deb xullas bu ishni yopti qilishga harakat bo'lardi. Shuning uchun hech kim kutmagan vaqtda Feruz opa Koreyada paydo bo'ldi. Lekin Feruz opa, uni oldidagi advokatlar, hattoki adolat uchun kurashayotgan ba'zi bir insonlarni ichkariga olib kirib ketib 4 soat davomida tergov qilishgan. Tergov natijasida shu narsani tushunish mumkinki, oldindan Nozimani o'zini osgan deb topib, ishni yopti qilishmoqchi bo'lganini tushunib yetdik. Sababi juda ham ko'p savollarga suddagi ekspertlar javob bera olmagan va menga yetib kelgan ma'lumotga ishonadigan bo'lsak, video yozuvlar yo'q. Bundan tushunsak bo'ladiki, nimadir nito. Va shu narsani tushunib yetdimki, adolat qaror topishi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lsa ham Feruz opani duo qilib turinglar, sababi yolg'iz ona o'zini qizini nomini oqlash maqsadida begona yurtlarda yuribdi. Bizga chiqqan protiv insonlar bo'lsa, necha yillardan beri Koreyada yashashadi, местный bo'lib ketishgan, tanish bilishi bor va ular juda ham ko'pchilik. Shuning uchun opamizni duo qilib tursanglar, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Koreyadagi O'zbekiston elchixonasiga xalq nomidan video murojaat. 2 oy oldin Koreyada vafot etgan Nozimani ishi bo'yicha xalqdan juda ham ko'p savollar yetib kelgan. Mana shu savollardan ba'zi birlarini o'qib eshitiraman va xalq nomidan rasmiy javob berishingizni talab qilib qolaman. Koreya yangiliklari admini bloger Avazda aytishi bo'yicha, bloger elchixona va vakolatxona xodimlari bilan 24 soat davomida
aloqada bo'lgan. Man Yo, tushundim. Men elchixona ovozini bilan qo'yaman. постоянный aloqadaman kechasi 24 soat. Va hattoki marhuma Nozima va uning yigitiga tegishli bo'lgan hujjatlarni elchixona xodimlariga WhatsApp ilovasi orqali yuborgan, hattoki o'zini gumonni ham aytib o'tgan. Koreyadagi O'zbekiston elchixonasini aynan shunaqa muammolar fuqarolar bilan ishlash bo'yicha mas'ul shaxsni telefon raqami, ya'ni Telegram'iga men xabar jo'natganman. Endi gumondor mana bola deb o'ylayapman. Agar bu gap rost bo'ladigan bo'lsa, aynan qaysi xodimiylar bilan 24 soat davomida aloqada bo'lgan va aynan qaysi xodimiylar Nozimani ishini o'rganib chiqqan. Va hattoki marhuma Nozimani oila a'zolarini qiziqtirgan bir savol bor, eshitamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Opacham 3dan 4ga o'tar kechasi sherzodlarni aytishi bo'yicha 12:50 da o'lgan bo'lsa, bandiza qog'oziga 2:16 yozilgan bo'lsa, elchixonaga nima uchun 10da xabar beradi? 10-mart kuni xabar beryapti. Tanasini ko'rib qo'ying mana. 10-mart. 10-mart. Haqiqatan nimaga aynan 6 kun o'tgandan keyin sizlarga xabar bergan? 24 soat davomida sizlar bilan aloqada bo'lsa, nimaga o'sha kunda o'zidayoq sizlarni ogohlantirmagan? Ha, xo'p, sizlarga ma'lumot yetkazilgan bo'lsa, politsiya, ekspertiza va morg tomonidan sizlarga ma'lumot sifatida qanaqadir hujjatlar berildimi? Agar hujjatlar berilgan bo'lsa, dalil sifatida jinoiy joyda olingan rasm, videolar biriktirilganmi? Va hattoki marhuma Nozimani murdasini O'zbekistonga yuborayotgan bir vaqtda marhumani tanasidagi jarohatlarga e'tibor berganmisizlar? Va ma'lumot sifatida murda bilan birgalikda qanaqadir hujjatlar yuborilganmi? Va eng asosiysi meni qiziqtirgan savol shuki, butun dunyo qiziqib, butun dunyo adolat uchun kurashayotgan bir vaqtda nimaga elchixona jim turibdi? Ya'ni shu kungacha marhuma Nozimaning oila a'zolariga yordam sifatida yoki ma'lumot yetkazish maqsadida yoki shunchaki hol ahvol so'rab ham aloqaga chiqmagansizlar. Mana shu savollarga xalqning nomidan rasmiy javob berishinglarni talab qilib qolaman. Bloger Avaz. Bu inson juda ham sirli inson ekan. Sababi qisqa vaqt ichida bu inson haqida juda ham ko'p ma'lumotlar yetib keldi. Internetga chiqib gapirish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni gapirib berdim. Internetga chiqarish mumkin emas bo'lgan ma'lumotlarni o'zim uchun bilib oldim. Shu bu inson qanaqa. Xo'sh, hozir bitta tanishimdan bir rasm bilan post kelib qoldi. Postda yozilishicha, bloger Avaz 2018-yildan beri Suriya davlatiga pul yuborilganligi yozilgan. Agar bu ma'lumot rost bo'ladigan bo'lsa, bu insonning qo'lidan juda ham ko'p narsalar keladi. Sababi Suriyadagi urushni adekvatni insonlar tushunib yetgan, u yerda hech qanaqa jihod degan narsa yo'q. Asosan siyosiy o'yin ketyapti. Kimdir neft talash bilan ovora, kimdir yer talash bilan ovora. Xo'sh, agar bu ma'lumot haqiqatdan rost bo'ladigan bo'lsa, ehsondan yigilayotgan pullar pista po'choqdek gap bo'lib qoladi. Mana bu organ oldi sotdisi degan ma'lumotlar ham haqiqatga aylanib ketib qoladi. Eng qizig'i, bu ma'lumot chiqishidan oldin qanaqadir masjidga ehson yig'ilgan, afsuski u ehsonning puli ham yo'q bo'lib ketgan. Endi bilmayman bu ma'lumot qanchalik rost, qanchalik yolg'on, lekin 3-4 yil oldin shunaqa ma'lumot ham tarqalgan ekan. Endi qolgan vaqtga tashab qo'ysak, qanchalik rost, qanchalik yolg'on vaqt ko'rsatadi. Bor.